oxirgi etaj tumbalarni qo'yishyapti. Mana oxirgi etaji, 4-etaji aholisi tugallashyapti mana shu yerda. Assalomu alaykum. Tog'alar charchamabsizlar, matuzmisizlar. Lekin men obed payti jimjitlikda chiqib oldim. Men yana nimaga ustalik ko'rinmayapti demanglar. Mana shu bo'layotgan ishlarni ko'rsatib boryapmiz. Mana signal ham chalar ekan hamma. To'g'risi ko'rsatib boryapman hamma bo'layotgan ishlarni. Yana ko'rib borasizlar. Bular oxirgi etajini tugatishyapti mana. Mana shu tepasi o'yingoh, trenировочный zallar, spa salon hammasi shu yerda bo'ladi xohlasa, eng oxirgi etajda. Mana bu 4-etaj bor-ku, shu yerda. Nima deydi bu ishi? O gap yo'q, quluplar ham mana tepalaridan ham quplasa kerak. Ha, tepasi. Mana shunaqa tegishli ekan, polni 7 ta nimada ko'rsatadi. Voh, mashallah, gap yo'q. Ancha baland ekan, video ham chiroyli ekan. Bunga nima deysizlar shunga? Shu chotki, qoplanib qolsa nima qilaman? Mabodo qoplanib qoladigan bo'lsa, bu yerda zaryad qiladigan joyi, keyin kalit bilan ochadigan joylari bor. Alloh, video ham jo'kar. Mana o'ynalari ham bir ajoyib ekan-da o'ziga. Face ID dan ochiladi. Telefonda ham ishlayveradi. Telefonda ham ishlayveradi, Wi-Fi lar ko'rinsa bo'ladi.